O'sha restoranlarda bitta dona porsiyasi palon puli xrustyashli baqalajonni men sizlarga bugun bitta porsiyasini puliga 4 ta 5 ta porsiya tayyorlanish usulini o'rgataman. Videoni ko'rishinglar bilan birinchi like bosib yuborsanglar xursand bo'laman. Bitta porsiyasi uchun bitta dona baqalajon ketadi. Men 4 ta porsiya tayyorlash uchun 4 ta baqalajonni po'stidan artib, tuzli muzdek suvga solib qo'ydim. Ketidan qarsildoq klyar tayyorlab olamiz. Ushbu klyarga kukuruzli kraxmal va tempurniy mukka va muzdek suv kerak bo'ladi. Aytgancha klyarimizdagi 1 choy qoshiq tuz solish esingizdan chiqmasin. Где-то 20 minutdan keyin baqalajonni suvdan olib, quruq salfetkada artib olasizlar va klyarga bostirib, qizib turgan yog'da qovurib olasizlar. Avval baland olovda va so'ngra pastroq olovda qovurasiz. Xullas, men dekor uchun aynan goldfinchuzalarini tanladim. Ushbu goldfinchuzalari bilan xrustyashli baqalajonimiz двойной xrustyashli bo'ladi. Albatta, sousini opisaniyada yozib qoldiraman. Bu sous bilan yana ham xrustyashli baqalajoninglar mazali bo'ladi. Ushbu video retseptni gapga borib faqat salat zakaz qiladigan yaqin dugonanglarga ham jo'natib qo'yinglar.